Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Beijingda elchilarni yig'ib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga urindi. Xitoy Beijingda bir turkum davlatlarning elchilarini, diplomatlarini yig'ib, maxsus yig'in orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilishga, oqlashga urindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining xabar qilishicha, 31 mart Beijingdagi atalmish Xinjiang sarayida bir turkum davlatlarning Xitoydagi elchilari bilan fikr almashtirish yig'ini o'tkazilgan. Yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning qo'rchaq raisi Erkin Tuniyaz so'z qilib, yaqinqi yillarda iqtisodiy, ijtimoiy jihatdagi taraqqiyot va insoniy huquq kapolati jihatdagi natijalarning hammaga ayon ekanligi, diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilinganligi, ammo bir qism g'arb davlatlarining irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak haqida yolg'on yavudoqlarni o'ydirib chiqarayotganligi haqidagi iboralarni takrorlab bildirilgan. Yig'inga Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Chen Xiaodong qatnashgan bo'lib, u Sharq Turkistonda uda 8 yil atalmish terrorlik voqeasi yuz bermaganligi, jamiyatning omonlikqa erishganligi safsatisini qayta bozorga selib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'lliq ko'rsatishga uringan. Xabarda mazkur yig'inga Qozog'iston, Pokiston, Kuba qatorliq 43 davlat va xalqaro tashkilotdan 70 elchi, diplomat va xalqaro tashkilot vakillarining qatnashganligi, bir qism elchilarning Sharq Turkistonning taraqqiyotiga yuqori baho berganligi va Xitoyning siyosatini qo'llaydiganligini bildirganligi da'vo qilingan. Xitoy mazkur yig'inni Ro'zi Hayit mazgiliga o'rinlashtirgan bo'lib, yillardan buyon har qaysi xalqaro munbarlarda Xitoyni qo'llab kelgan yoki qarshi chiqmagan davlatlarning elchilari tanlab qatnashtirilgan. Halbuki Xitoyning turli yig'inlari, yangi yillik planlari va ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan cheklik ko'rinishlar Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini va texmo kengaytirilib, yangicha shaklda davomlashadiganligini ko'rsatib bermoqda. Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishi sababli savdo andishisiga duch keldi. Tayland hukumati 40 Uyg'urni Xitoyga topshirib berish jinoyati sababli xalqaroning kuchli tanqidiga uchragandan sirt, ko'plagan shirkatlar bu masala sababli Taylandning xalqarodagi savdo munosabatining ta'siriga uchrashi mumkinligidan andisha qilishga boshlagan. Tayland Tiger to'rining 31 martga aloqador xabarida ma'lum bo'lishicha, Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish jinoyati sababli xalqarodagi savdo suhbatlarining ta'siriga uchrashi mumkinligi haqidagi andishalarga inkos qaytarishga majbur bo'lgan. Tayland savdo komitetining raisi Sanan Angu Bulkol bu haqda shirkatlarga tasalli berib, natijalarni oldin mo'ljallashga baldur ekanligini, ammo shirkatlarning mavjud bo'lish uchun cho'qim vaziyatga moslashishi kerakligini aytgan. Bangkok pochtasining xabar qilishicha, 2 aprelda Amerika hukumatining yangi tamojni baja e'lon qilishi kutilayotgan bo'lib, Taylandning elektr mahsulotlari, avtomobil, mashina uskunalari va po'lat temir qatorliq sanoatlarga ta'sir qilishi mumkinligi to'g'risidagi andishalar kuchaymoqda ekan. Undan boshqa Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish jinoyatining Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan erkin savdo suhbatlariga to'salg'i bo'lishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlar o'tirg'i chiqishga boshlagan. Amerika hukumati hozirga qadar Taylandga bevosita tadbir qo'llanmagan bo'lsa-mu, ammo shirkatlar davomli o'zgarayotgan xalqaro savdo vaziyatida kelgusidagi mumkinchiliklarga tayyorlik qilmoqda ekan. Tayland hukumati oldingi oyda xalqaro tashkilotlar va bir qism davlatlarning ogohlantirishlariga qaramay 40 Uyg'urni Xitoyga topshirib bergan edi. Bu ichinishlik voqeadan keyin Yevropa parlamenti 13 mart Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligini ayblaydigan qaror ma'qullagan edi. Parlament a'zolari yana Yevropa ittifoqi komitetini erkin savdo kelishimi suhbatidan foydalanib, Taylandga besim ishlatishga chaqiriq qilgan edi. Undan boshqa Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio 14 mart Taylandni o'z ichiga olgan davlatlarning Uyg'urlarni va boshqa millatlarni Xitoyga majburiy qaytarishda javobgarligi bor hukumat amaldorlariga viza cheklamasi qo'yish haqida qaror e'lon qilgan edi. İstanbul'da Ro'zi Hayit munosabati bilan hayitlashish faoliyati o'tkazildi. Muborak Ro'zi Hayitni tabriklash munosabati bilan 31 mart İstanbulning Safaköy rayonida hayitlashish faoliyati o'tkazildi.
Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi o'rinlashtirgan mazkur faoliyat Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Aldı bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi professor doktor Ataullah Shahyar so'z qilib, Sharq Turkiston mustaqillik mujodilasida xalqning birligi, ittifoqligining naqadar sururligini ta'kidlash bilan birga bu muborak hayitning qarindoshlik rishtasini kuchaytirish fursatini eskartib o'tdi. Orqadan Sharq Turkiston Ulamolar Birligi raisi dotsent doktor Olimjon Bug'da so'z qilib, Allohga haqiqiy tarzda bandachilik qilishning ahamiyati haqida to'xtaldi va bu qitimliq hayitlashish faoliyatiga o'xshash ahamiyatli yig'ilishlarga farzandlarni qatnashtirishning ahamiyatini ta'kidladi. Faoliyatda yana bir qism yoshlar she'r deklamasiya qilgandan sirt Uyg'urlarning tarixi, islom dini, Sharq Turkistonning jo'grafiyalik alohidaligi qatorliq bilimlar haqida zehn sinash o'yini o'tkazildi va to'g'ri javob bergan o'smirlar mukofotlandi. Oxirida Sharq Turkiston Ulamolar Birligi muavin raisi Muhammad Umar Qarajimning boshchiligida o'pchi duo qilingandan keyin faoliyatga qatnashgan barliq o'smirlarga hayitlik pul tarqatildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarmi ro'za hayitni turli usullar, faoliyatlar bilan tabrikladi. Shuning bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda turli ibodatlarni cheklagandan sirt xalqni hayit xushalligidan mahrum qilganligi haqidagi eskartish chaqiriqlarimi ijtimoiy taratqulardan o'rin oldi. Indoneziya bilan Vyetnam Xitoyga qarshi birlikka kelmoqda. Indoneziya bilan Vyetnam alohida iqtisodiy rayonning chegarasi haqida birlik hosil qilishga qarab ilgarilayotgan bo'lib, bu Xitoyga nisbatan bir signal hisoblandi ekan. Hindi Tinch okean mudofaa munbirining 31 martdagi xabarida bildirilishicha, Indoneziya bilan Vyetnamning rahbarlari ikki davlatning 2025-yilda alohida iqtisodiy rayonning chegarasi haqida birlik hosil qiladiganligini bildirishgan. Bu harakat ikki davlatning uzundan buyon davomlashayotgan dengiz okeandagi talash tortishini hal qilib qolmay, Xitoyning Janubiy dengizdagi kengaymichilik va qonunsiz harakatlarga qarshi birlashma front shakllantirdi ekan. Necha 10 yildan buyon Xitoy tahdid selish va harbiy kuch vositalari bilan Indoneziya, Malayziya, Filippin, Vyetnam qatorliq qo'shni davlatlarga besim ishiltib kelmoqda. Gerçi Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Deniz Okean Kanuni Ahdinamesiga imzo qo'yguchi bo'lish sifati bilan sudning qarori va Deniz Okean chegarasini ayirish shartnomasiga bo'ysunishi kerak bo'lsa-mu, ammo Xitoy 2016-yildagi xalqaro sudning Xitoyning zimin talabini inovatsiz qilgan qaroriga pisand qilmay kelgan. Tahlilchilar Indoneziya va Vyetnam hosil qilgan kelishimda xalqaro qonunning muhimligi va rayon talash tortishlarini tinch hal qilishning ahamiyati gavdalantirilganligini bildirishgan. Bu ilgirlash ikki davlatning madaniyat, ilm-fan, iqtisod va mudofaa qatorliq sohalardagi hamkorligini kuchaytirdi ekan. Navbatda ikki davlat uchurdan tang bahramand bo'lish, izlash va qutqizishni moslashtirish, mudofaa sanoatini taraqqiy qildirishni kuchaytirib, birlashma harbiy manevr va chorlash harakatini ilgari surishga qo'shilgan. Indoneziya va Vyetnam Janubiy dengizda muqimlik, yo'l boshlash va uchish erkinligini qo'g'dashning muhimligini, shundaqla tahdid yoki zo'ravonlik ishlatishdan saqlanish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuni ahdnomasiga rioya qilish va rayon tinchligiga buzg'unchilik qiladigan harakatlardan saqlanishning zarurligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Vyetnam 2022-yildan boshlab Avstraliya, Yaponiya, Malayziya, Koreya va Amerika bilan atrofliq strategik hamkorlik o'rnatgan. 2025-yili 2-oy va 3-oyda Vyetnam yana Singapur va Yangi Zelandiya bilan bo'lgan diplomatik munosabatini ayrim-ayrim yangilagan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.